Ha, Yetishib uyingga tashlab qo'y. Nimaga? Shoshilaman-da. Shoshilyapsan? O'zing ketsang bo'lmaydimi? Ha? O'zing ketsang bo'lmaydimi? Avtobus yurmayapti-da. Avtobus qanday yurmaydi? Soat necha bo'ldi? Ha, soat endi 7:49 ku. Shoshilaman-da. Shoshyapsan? Avtobus sham. Ketgin kelyaptim men bilan. Ha. Savol beraman. Agar to'g'ri javob bersang, mayli olib boraman. Kelishdingmi? Nechinchi sinfsan, shogird? Birmi? Xo'p, qara-qarani o'rgan bo'ldingmi? 14 kara 11 nechiga teng bo'ladi? Aha. 143. 14 kara 11 mi? 14. Yo'q. Adashding. 150. Aha. To'rt. Krasavchik, ikkinchi marta topding. Yo'q, yana bitta savol beraman. Uni ham to'g'ri javob bersang keyin. Chunki adashding. 18 kara 11 nechi bo'ladi? 130. 18 kara 11. 190. Aha. 8. Krasavchik, qanday topding? 18 kara 11 ni. Birinchi joyga qo'yib qo'yamiz, keyin eng oxirgisidagini boshdagiga qo'shib o'rtaga yozamiz. Malades, yaxshi fikrlashing bor. O'rgatgan narsam esingdan chiqmabdi. Mayli, olib borib qo'yaman. Qolgan qiyomat chortlarini ham bilish kerak. 15 kara 11 desa, 15 qaysi raqamlardan tuzilgan? 1 bilan 5 raqami, to'g'rimi? 1 bilan 5 ni yozamiz. O'rtasiga 1 ga 5 nima qilamiz? Qo'shib qo'yamiz. 165 bo'ladi. Masalan, 13 kara 11 desa ham 1 bilan 3 yozilar ekanda, 1 ga 3 nima qilar ekan? Qo'shamiz. Shunda javobi 143 bo'ladi. Shogird bilan ketmoqchisan. Dastringni qara, shogird. To'g'rimi?